Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Bu gap faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki 2026 yilda pensiya chiqishi mumkin bo'lganlarga, ishlayotgan fuqarolarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga, mehnat daftarchasida uzilishlari bor odamlarga va ota-onasi yoki yaqin qarindoshining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotganlarga ham tegishli. Eng muhim joyi shuki, 3 ta sanani o'tkazib yuborsangiz, pensiya tayinlash, qayta hisoblash yoki ayrim to'lovlarni olishda vaqt yo'qotishingiz, ortiqcha yugurishingiz yoki pulingiz kechikishi mumkin. Shuning uchun men bugun hammasini oddiy tilda, hayotiy misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kimga hozircha xavf yo'q, qaysi hujjatlarni tekshirish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, arizada nima yozilishi kerak, bularning hammasini bosqichma-bosqich aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida eshitgan odam keyin idorama-idora yurib yurmaydi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam pensiya yoshiga yaqinlashganda mehnat daftarchasini, ish joylarida ma'lumotnomalarni, arxivdan tasdiqlarni, ish haqi to'g'risidagi hujjatlarni yig'ardi. Kimdir 1998 yilda zavodda ishlagan, kimdir 1995 yilda kolxozda bo'lgan, kimdir 2002 yilda xususiy korxonada ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan. Shunda eng katta muammo boshlanardi. Ish staji bor, lekin tasdiqlovchi hujjat yo'q yoki hujjat bor, lekin ism familiyada bitta harf xato yoki ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shagan sana tushib qolgan. Bunday holatlarda pensiya tayinlash cho'zilar, odam arxivga borar, sobiq ish joyini izlar. Sudga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Endi esa asosiy yo'nalish elektron ma'lumotlar bazalariga o'tmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, mehnat organlari, bank tizimi va boshqa idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaymoqda. Bu yaxshi tomoni bilan odamning hujjat ko'tarib yurishini kamaytiradi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar elektron bazada sizning ish stajingiz, ish haqingiz, pasport ma'lumotingiz yoki familiya o'zgarishi to'g'ri aks etmagan bo'lsa, tizim sizni avtomatik ravishda to'liq ko'rmasligi mumkin. Men shuni doim aytaman. Bugungi kunda pensiya masalasida eng katta xato hujjat yo'qligi emas, balki mavjud ma'lumotning bazalarida noto'g'ri yoki to'liq emasligidir. 2026 yildagi asosiy o'zgarishlar ham aynan shu yo'nalishga boradi. Pensiya tayinlash va qayta hisoblash elektron tekshiruvlar ko'payadi. Rasmiy daromad va sug'urta badallari ko'proq ahamiyat kasb etadi. Ariza berish muddatlariga e'tibor yanada muhim bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani aniq qilib aytaman. Hech kim men ishlaganman-ku, baribir hisoblashadi deb beparvo yurmasligi kerak. Ishlaganingizni tizim ko'rishi, hujjat bilan tasdiqlanishi va to'g'ri davrga kiritilishi kerak. Birinchi muhim sana 1 yanvar 2026. Bu sanadan boshlab pensiya masalasida yangi yilning hisob-kitob davri boshlanadi. Ko'pchilik 1 yanvarni shunchaki bayram deb o'ylaydi, lekin pensiya tizimida bu juda muhim chegara. Chunki ish staji, rasmiy ish haqi, bazaviy ko'rsatkichlar, pensiya tayinlashdagi ayrim tartiblar va qayta hisoblash masalalari aynan yil boshidan yangilanadi. Masalan, bir fuqaro 2025 yil dekabr oyida pensiya yoshiga yetadi. Lekin bayramlardan keyin boraman deb arizani 2026 yil fevralda beradi. Agar u o'z vaqtida murojaat qilmasa, ayrim hollarda pensiya to'lovi ariza berilgan sanadan yoki belgilangan tartibdagi muddatdan hisoblanishi mumkin. Natijada odam men yoshga yetgan kunimdan olishim kerak edi deb o'ylaydi, lekin tizim hujjat topshirilgan vaqtga qaraydi. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya yoshi yaqinlashgan odam kamida 4 oy oldin tayyorgarlikni boshlashi kerak. Yana bir misol. Ayol kishi 2026 yil yanvar oyida pensiya yoshiga yetadi. U 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin elektron bazada 2007 yildan 2004 yilgacha bo'lgan davr ko'rinmayapti. Sababi o'sha paytda korxona soliq hisobotlarini to'liq topshirmagan yoki ish beruvchi xodimni rasmiylashtirmagan bo'lishi mumkin. Agar u buni pensiya kuni bilsa, hujjat yig'ish boshlanadi. Arxiv, sobiq ish joyi, buyruqlar nusxasi, ish haqi vedomoslari. Bir haftada bitadigan ish emas. Ba'zan 1 oy, ba'zan 3 oy, ba'zan undan ham ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun 1 yanvargacha, ya'ni 2025 yil oxirigacha o'z mehnat tarixingizni tekshirtirib qo'yish juda muhim. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda 2026 yilda pensiya yoshiga yetadiganlar. Ikkinchidan, ish stajida uzilish borlar.
Uchinchidan, 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida turli korxonalarda ishlaganlar. To'rtinchidan, familiyasi nikoh, ajrim yoki boshqa sabab bilan o'zgargan ayollar. Beshinchidan, mehnat daftarchasida muhira, sana noto'g'ri, lavozim yozuv tushunarsiz bo'lganlar. Kim hozircha vahima qilmasligi mumkin. Agar siz yosh bo'lsangiz, rasmiy ish joyingiz bor. Har oy soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinib turibdi. Shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri. Unda siz uchun eng muhim vazifa shunchaki ma'lumotlarni vaqti bilan tekshirib borish. Ikkinchi muhim sana 1 yil 2026. Yil o'rtasi odatda tizimdagi yangilanishlar, qayta hisob kitoblar, ayrim elektron xizmatlarning kengayishi yoki ma'lumotlarni solishtirish jarayonlari uchun muhim davr bo'ladi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Yil boshida qoidalar kuchga kirsa, yil o'rtasiga kelib amaliyotda kimning ma'lumoti to'g'ri, kimniki xato, kimning hujjati yetishmayapti, kimning ish staji bazada ko'rinmayapti. Shular aniqroq bilinadi. Bu sana ayniqsa ishlashda davom etayotgan pensionerlar uchun muhim bo'lishi mumkin. Chunki odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlasa, uning rasmiy daromadi va badallari bazada aks etishi kerak. Qayta hisoblash. Qo'shimcha stajni inobatga olish yoki ma'lumotlarni yangilash jarayonida ish beruvchi hisobotni to'g'ri topshirgani juda katta ahamiyatga ega. Agar ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatmasa, pensiya tizimi ham sizning ishlagan davringizni avtomatik ko'rmaydi. Men har kuni ishga borganman degan gapning o'zi yetmaydi. Rasmiy buyruq, mehnat shartnomasi, soliq hisobotlari va ish haqi ma'lumotlari kerak bo'ladi. Hayotiy misol keltiraman. Otaxon pensiyaga chiqqan, lekin mahalliy korxonada qorovul bo'lib ishlashda davom etgan. U 3 yil ishlagan, har oy maosh olgan, keyin pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'ladi, lekin ma'lum bo'ladiki, ish beruvchi uni to'liq stavkada emas, fuqarolik huquqiy shartnoma bilan rasmiylashtirgan, ayrim oylar bo'yicha to'lovlar ham aks etmagan. Otaxon men ishladim-ku deydi, ammo hujjatda boshqacha ko'rinadi. Shunda nizo chiqadi. Shuning uchun 1 iyulgacha ishlayotgan pensionerlar ham, shuningdek 2026 yilda pensiyaga chiqadiganlar ham ish beruvchidan rasmiy ish holati bo'yicha ma'lumotni tekshirtirib olishi kerak. Yana bir misol. Bir ayol umrining katta qismini maktabda ishlagan. Keyin 2 yil xususiy o'quv markazida dars bergan. U o'ylaydi, men o'qituvchiman, stajim yetarli. Lekin xususiy markazdagi davr rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki soliq bazasida to'liq ko'rinmasa, o'sha 2 yil pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa ayollar uchun sezilarli. Chunki bolalar parvarishi, ishdagi tanaffuslar, familiya o'zgarishi va turli joylarda ishlash bir joyga yig'ilganda hujjatlarda chalkashlik ko'p uchraydi. 1 yil sanasini men oraliq tekshiruv kuni deb atagan bo'lardim. Bu sanagacha siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqib, xatolarni tuzatish uchun harakat boshlashingiz kerak. Chunki yil oxiriga borib hamma birdan murojaat qilsa, arxivlar, idoralar va ish beruvchilar oldida navbat ko'payadi. Oldin harakat qilgan odam yutadi. 3-muhim sana 30 dekabr 2026. Bu sanani o'tkazib yubormaslik kerak. Chunki yil yakunida ko'plab hisobotlar yopiladi. Ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotlar yillik ko'rinishda shakllanadi. Ayrim murojaatlar keyingi yilga o'tib ketadi. Agar siz 2026 yil davomida pensiya tayinlash, qayta hisoblash, kam hisoblangan davrni qo'shish, ish stajini tasdiqlash yoki noto'g'ri ma'lumotni tuzatish masalasida yurayotgan bo'lsangiz, keyingi yil ko'raman demang. Masalan, fuqaro 2026 yil sentabrda pensiyaga chiqadi. Hujjatlarda 5 yillik staj bahsli. U arxivga so'rov berish kerak, lekin vaqtni cho'zadi. Dekabr oxirida boradi. Arxiv esa javob berish uchun qonuniy muddat so'raydi. Bayramlar, dam olish kunlari idoralar yuklamasi sabab javob yanvarga qoladi. Natijada pensiya hisob kitobi ham kechikadi. Bu yerda ayb faqat idorada emas. Odam o'z vaqtida tayyorlanmagan bo'ladi. Yana bir vaziyat. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zi band qilgan shaxs yillar davomida daromad topgan, lekin majburiy to'lovlar, soliq hisobotlari yoki rasmiy ro'yxatdan o'tish masalasiga beparvo qaragan. Pensiya hisobida rasmiy davr muhim bo'lgani uchun men bozor qilganman, men xizmat ko'rsatganman, men mijozlar bilan ishlaganman degan og'zaki gaplar yetarli bo'lmaydi. 31 dekabrgacha o'z faoliyatingiz rasmiy aks etayotganini tekshirib qo'yish kerak. Ayniqsa tadbirkorlikni yopgan, faoliyatini vaqtincha to'xtatgan, keyin qayta boshlagan odamlarda davrlar chalkashib ketishi mumkin. 31 dekabr sanasi yana bir narsa uchun muhim. Shaxsiy ma'lumotlarni
tartibga keltirish. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana hujjatlarda har xil yozilgan bo'lsa. Bular pensiya tayinlashda ortiqcha savollar tug'diradi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnora bo'lgan. Eski hujjatda otasining ismi bitta harf bilan farq qilgan. Arxiv ma'lumotnomasida tug'ilgan yil noto'g'ri tushgan. Bitta harf ba'zan bir necha hafta kechikishga sabab bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, hammasi tash ham bir xil hisoblanavermaydi. Rasmiy ish davri, harbiy xizmat, bolani parvarish qilish bilan bog'liq davrlar. O'qish davri, nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilish kabi holatlar turli tartibda baholanishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga qo'shilgan menga ham qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Har bir odamning hujjati alohida ko'riladi. Ikkinchi nozik masala ish haqi masalasi. Pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas, rasmiy daromad ham ahamiyatli. Agar odam ko'p yil ishlagan bo'lsa-yu, lekin maoshi norasmiy to'langan bo'lsa, pensiya hisobida past ko'rinishi mumkin. Masalan, bir kishi oyga amalda 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 1 million 5 ming so'm ko'rsatilgan. Pensiya hisob kitobida odatda rasmiy ko'rsatkichlar asos bo'ladi. Shuning uchun bugun konvertda maosh olish ertaga pensiyada zarar bo'lib qaytishi mumkin. Uchinchi nozik masala, mehnat daftarchasi borligi ham har doim yetarli emas. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar, buyruqlar, arxiv hujjatlari yoki elektron bazadagi ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Agar daftarchada yozuv bor, lekin korxona haqidagi ma'lumot topilmasa, masala cho'zilishi mumkin. Ayniqsa eski kooperativlar, fermer xo'jaliklari, kichik xususiy korxonalar, tugatilgan tashkilotlar bo'yicha ehtiyot bo'lish kerak. 4-nozik masala chet elda ishlaganlar. Agar odam bir necha yil chet davlatda ishlagan bo'lsa, u davrning pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi alohida tartibga bog'liq. Davlatlar o'rtasida kelishuv bormi? Badallar qayerga to'langan? Hujjat qanday tasdiqlangan? Tarjima legalizatsiya kerakmi? Bularning hammasi tekshiriladi. Shuning uchun chet elda ishlagan odamlar hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, to'lovlar, sug'urta badallari, tarjima qilingan nusxalar. 5-nozik masala, merosxo'rlar va bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar. Pensiya masalasi faqat yoshga doir pensiya emas. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlarda ham muddatlar muhim. Oila yaqinini yo'qotgandan keyin ruhiy og'ir holatda hujjat yig'ishni kechiktirishi mumkin, bu tushunarli. Lekin amaliy tomondan qaraganda, vaqtida murojaat qilinmasa, to'lov boshlanishi yoki hujjatlarni tasdiqlash kechikadi. Shuning uchun oilada bunday holat bo'lsa, mahalla pensiya bo'limi yoki MyBokoKFUZ orqali maslahatni tez olish kerak. Endi eng muhim qism. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xil bo'lishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma bo'lsa, nusxalarni alohida papkaga soling. Ayollar uchun bu juda muhim, chunki mehnat daftarchasi qizlik familiyada, pasport esa turmush familiyasida bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat tarixingizni tekshiring. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz? Ishga kirgan va chiqqan sanalaringizni yozib chiqing. Men odamlarga oddiy daftar yoki telefon jadvalida ro'yxat qilishni tavsiya qilaman. Tashkilot nomi, lavozim, ish boshlangan sana, ish tugagan sana, hujjat bor yoki yo'q. Shunda qaysi joyda bo'shliq borligi ko'rinadi. Masalan, 1990 2000 yillar bor. 2003 yo'q, 2010 bor. Ana shu yo'q davr bo'yicha oldindan arxivga murojaat qilasiz. 3-qadam, rasmiy elektron ma'lumotlarni ko'ring. Imkoningiz bo'lsa, MyBokoKFUZ portali, pensiya jamg'armasi xizmatlari, soliq organlarining shaxsiy kabineti yoki tegishli mobil ilovalar orqali ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Muhimi, men kompyuter bilmayman deb ma'lumotni tekshirmasdan qoldirmang. 4-qadam, ish beruvchingizdan rasmiy holatingizni so'rang. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, buyruq, lavozim va ish haqi rasmiy aks etayotganini tekshirtiring.
buxgalteriyadan soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hisobotlar topshirilayotganini aniqlang. Bu savol uyat emas. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizga ta'sir qiladigan qonuniy huquqingiz. 5-qadam. Hujjatlarda xato topsangiz, darhol yozma murojaat qiling. Og'zaki aytib qo'yish yetarli emas. Arizada ism familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini yozing. Masalan, mehnat stajimning 2000 yil 11 martdan 2004 yil 20 avgustgacha bo'lgan davri elektron ma'lumotlarda aks etmagan. Ushbu davrni tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rib chiqib, ma'lumotlarni aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. 6-qadam, arxiv bilan ishlashga tayyor bo'ling. Eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda korxona nomini iloji boricha to'liq yozing. Agar nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini ko'rsating. Ishlagan yillaringizni taxminan emas, imkon qadar aniq yozing. Taxminan o'quv yillari ishlaganman degan murojaatni topish qiyin. 1934 yil sentabrdan 1933 yil iyungacha tikuvchi lavozimda ishlaganman desangiz, qidirish ancha oson bo'ladi. 7-qadam, muddatlarni kalendarga belgilang. 1 yanvar, 1 iyul va 30 dekabr sanalarini telefoningizga eslatma qilib qo'ying. 2026 yilda pensiyaga chiqadigan bo'lsangiz. Tug'ilgan kuningizdan kamida 3 oy oldin hujjat tekshiruvini boshlang. Agar stajda bahsli davr bo'lsa, 6 oy oldin boshlaganingiz ma'qul. Chunki arxiv, sud, sobiq ish beruvchi yoki boshqa idoradan javob kutishga vaqt ketadi. 8-qadam, kerak bo'lsa, pensiya bo'limiga oldindan maslahatga boring. Ko'pchilik faqat pensiya yoshi kelganda boradi. Aslida oldindan borib, menda mana shunday hujjatlar bor, yana nima yetishmaydi deb so'rash mumkin. Mutaxassis sizga qaysi davr shubhali, qaysi hujjat kerak, qayerdan olish kerakligini aytadi. Bu bir marta borish keyingi 5 marta yugurishning oldini oladi. Men alohida ta'kidlayman. 2026 yilda pensiyaga chiqadigan erkaklar va ayollar hoziroq hujjatlarini tekshirishi shart. Ish staji 7 yil, 20 yil, 25 yil yoki 30 yil bo'lishidan qat'iy nazar har bir davr rasmiy tasdiqlanishi kerak. Ish staji kam bo'lganlar yanada ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bitta 2 yilning hisobga kirmaslik pensiya huquqiga yoki miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Ishlayotgan pensionerlar ham befarq bo'lmasin. Siz pensiyadasiz. Lekin ishlayapsizmi? Demak, sizning bugungi rasmiy holatingiz kelajakdagi qayta hisob kitoblarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ish beruvchi sizni to'g'ri rasmiylashtirganmi? Oylik to'liq ko'rsatilganmi? Hisobotlar topshirilyaptimi? Buni tekshiring. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, fermer xo'jaligida ishlaganlar, mavsumiy ishchilar, qurilishda brigada bilan ishlaganlar, uyda xizmat ko'rsatganlar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki norasmiy mehnatning eng katta zarari pensiya vaqtida bilinadi. Bugun daromad bor, lekin hujjat yo'q bo'lsa, ertaga men ishlaganman degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Bugun men aytgan 3 sana oddiy sana emas. In yanvar 2026, in iyul 2026 va 30 dekabr 2026. Birinchisi yangi tartib va hisob kitob davrining boshlanishi, ikkinchisi yil o'rtasida ma'lumotlarni tekshirish va xatolarni tuzatish uchun muhim chegara. Uchinchisi esa yil yakunigacha hujjatlarni tartibga solib olish uchun oxirgi jiddiy eslatma. Mening asosiy maslahatim shunday. Pensiyani faqat pensiya yoshiga yetganda o'ylamang. Mehnat stajingizni, rasmiy daromadingizni, hujjatlaringizdagi ism familiya mosligini, elektron bazadagi ma'lumotlaringizni oldindan tekshiring. Xato topsangiz, og'zaki gap bilan emas, yozma ariza bilan murojaat qiling. Hujjatlaringizni papkaga jamlang, sanalarni yozib chiqing, arxivga vaqtda so'rov bering. Sizningcha pensiya hujjatlarini tayyorlashda odamlar eng ko'p qaysi muammoga duch kelmoqda? Staj topilmayaptimi? Ish haqi kam ko'rsatilganmi yoki elektron bazada xatolar ko'pmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam 2026 yilda o'z vaqtini ham, pulini ham, asabini ham asrab qoladi.